Uzdil HTML dersidagi 22 qism HTML bosh qism elementlari. HTML'dagi qiyod elementini oldida o'rganib o'tdik. Qiyod elementi barliq bosh qism elementlarini qo'shadigan quti hisoblanadi. Uning asosida tag kod usulü, uslub hujjati va manba usullari bo'ldi. Masalan, style, script, meta, link, base, title qatorliq shu elementlarni, ya'ni shu xat kuchlarni o'z ichiga oladi. Masalan, asli kodni qaraydigan bo'lsak, qiyod qismi bu yerda boshlangan bo'lsa, bu yerda title, meta, base, link, style qatorliqlarni ishlatdik. Biz buningga bir aniqlik berib kelsak, HTML ki title elementi u cho'qim belgilash tegishli qiymat hisoblanadi. Uning roli 3 roli bor. Birinchi tor ko'rgichdagi torbat nom uchurini ko'rsatadi. Ikkinchisi torbat saqlag'ich tarafidan saqlangan vaqtdagi tema uchurini mush title qiymati belgilaydi. Üçüncü izlesh motor tarafidan mush torbetimiz qo'shib olgan vaqtda shu uchurniki mavzusi mush titlening qiymati bilan belgilandi. Andan keyin HTML'dagi base elementi, base xat kuch orqali bat yuzidagi barliq ulanishlarning asldagi adresi va asldagi ulanish nishon tarjit qiymatini belgilaymiz. Masalan, misolda buningki asldagi qiymati uzlcom.ki images degani buningki asldagi nishon adresi. Andan keyin ulanishni har qanday ulanishni chekkan vaqtimizda cho'qim yangi batda ichilsin deb aniqlab berilgan bo'lsa, ma'qulatli kodni qo'shsak bo'ladi. Andan keyin HTML'dagi link elementi bilan style elementi. Link xat kuch orqali boshqa hujjatlarni torbat yuzida singdirib ishlatish bo'ladi. Ya'ni linkning o'zida ulanish degan ma'noda buning ko'pincha uslub hujjatini qo'shib ishlatamiz. Andan keyin style deganga bevosita shu uslub hujjatlarni qimmat qilib yuklashga bo'ladi. Masalan, mana qaraydigan bo'lsak, bu yerda style CSS degan hujjatni batninki uslub hujjati sifatida ishlatsin deb sirtdan ulab ekirdi. Andan keyin style orqali mana ichiga bevosita buningki CSS kodlarini, ya'ni uslub hujjat kodlarini meyaga yozdik. Andan keyin HTML'dagi meta elementi, meta xat kuchi HTML hujjatininki meta sonliq ma'lumot uchurini ta'minlaydi. U bu usullar torbat yuzida ko'rinmaydi, lekin tor mashina odami yoki tor o'mchik tarafidan metaning uchurlar o'qildi. Meta elementi torbat izoh uchuri, halqiliq so'z, avtorlik huquqi, hujjat o'zgartirilgan vaqt qatorliq shu torbatga munosabatli bo'lgan uchurlarni o'z ichiga oladi. Masalan, mana qaraydigan bo'lsak, meta buningki nomi description, ya'ni mush torbatga nisbatan qisqacha izoh mazmuni, masalan, free web tutorials on HTML, CSS, XML deb bunda yozdik. Andan keyin buningga halqiliq so'z, buning qiymatlariga nisbatan bunda pesh orqali ayirib turib 3 dona halqiliq so'zni bekitdik. Andan keyin HTMLdagi script elementi, script xat kuch orqali abont bo'lkining tag kodiga aniqlik beramiz. Masalan, JavaScript degandek. Biz keyingi darsimizda bu script element haqida tafsiliy to'xtalamiz.